Marhamat tumanida ishlarimiz davom etyapti. Mo'rlatlarni boylashga tushdik. Xudo xolasa juda ko'p marta aytamiz, mana bunaqa sesma quyib, ichida sim chiqarib ketinglar deb uyda egalariga, ustalarga ham aytamiz. Xudo xolasa bu yerda ham sim chiqarishgan yaxshi. Zo'r, faqat bitta nosi mana bu simlar to'g'ri bo'lgan mana. Sesmani ichidan kelib chiqqan, armaturaning tagidan o'tib, mana shu devor xuddi shunaqa bo'lgan, hammasi zo'r ketganda. Qolgan devorlar bunaqangi devor tashqarisidan chiqib qolgan. Nimaga bunaqa qilishgan bilmayman. Biz o'zimiz Qo'qondan kelib ko'rsatib ketganmiz, bunaqa shablon qilib, sesmani ichidan armaturaning tagidan o'tkazdirib berasizlar. Mustahkam bo'ladi, yana ham baquvvat bo'ladi deb shunaqa qilib ketgan edik. Buni endi tashqarisidan tashab qo'yibdi. Mana bu biz ko'rsatganlar mana bunaqangi turadi. Suvoqchilarda ham ortiqcha muammo bo'lmaydi. Mana bunda ozgina bo'rtib qoladi. Suvoqchilarga xalaqit berishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ham mustahkamligi nariga baquvvat bo'ladi, mana ko'rsatganimiz. Bunda mana boylanganda mana bu yerda ozgina zazor paydo bo'lib qoladi. Mo'rlat ozgina o'ynashi mumkin. Endi biz bunga anker urib qo'yamiz, bu yerdan qilib. Keyin mana bu burchaklarni ham ko'rsatadigan bo'lsam, ikkitasim tashlash kerak ikkala tarafiga 30 sm dan qochirib bu mo'rlatga, bu yoqdan keladigan mo'rlatga ham o'shanda boylanadi. 30 sm dan qochirib. Burchakda bo'lib qolmasa, bizga konvek tashlaymiz, xalaqit berib qolmaydi o'shanda. Marhamat tumanida ishlarimiz davom etyapti. Mo'rlatlarni boylashga tushdik. Xudo xolasa juda ko'p marta aytamiz, mana bunaqa sesma quyib, ichida sim chiqarib ketinglar deb uyda egalariga, ustalarga ham aytamiz. Xudo xolasa bu yerda ham sim chiqarishgan yaxshi. Zo'r, faqat bitta nosi mana bu simlar to'g'ri bo'lgan mana. Sesmani ichidan kelib chiqqan, armaturaning tagidan o'tib, mana shu devor xuddi shunaqa bo'lgan, hammasi zo'r ketganda. Qolgan devorlar bunaqangi devor tashqarisidan chiqib qolgan. Nimaga bunaqa qilishgan bilmayman. Biz o'zimiz Qo'qondan kelib ko'rsatib ketganmiz, bunaqa shablon qilib, sesmani ichidan armaturaning tagidan o'tkazdirib berasizlar. Mustahkam bo'ladi, yana ham baquvvat bo'ladi deb shunaqa qilib ketgan edik. Buni endi tashqarisidan tashab qo'yibdi. Mana bu biz ko'rsatganlar mana bunaqangi turadi. Suvoqchilarda ham ortiqcha muammo bo'lmaydi. Mana bunda ozgina bo'rtib qoladi. Suvoqchilarga xalaqit berishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ham mustahkamligi nariga baquvvat bo'ladi, mana ko'rsatganimiz. Bunda mana boylanganda mana bu yerda ozgina zazor paydo bo'lib qoladi. Mo'rlat ozgina o'ynashi mumkin. Endi biz bunga anker urib qo'yamiz, bu yerdan qilib. Keyin mana bu burchaklarni ham ko'rsatadigan bo'lsam, ikkitasim tashlash kerak ikkala tarafiga 30 sm dan qochirib bu mo'rlatga, bu yoqdan keladigan mo'rlatga ham o'shanda boylanadi. 30 sm dan qochirib. Burchakda bo'lib qolmasa, bizga konvek tashlaymiz, xalaqit berib qolmaydi o'shanda.